Qizlar, to'g'risini aytinglar, 5 yoshlaringda sochlaring qanaqa bo'lgan? Menimcha hammaniki kal bo'lgan. Mana bu klientim, bugungi klientim Rayona 5 yoshda. Judayam aqlli qiz ekan, o'zlariga qaraydigan, hozirdan yasanib yuradigan qizcha. Ko'zidagi podvodkachalarini qaranglar. Voy, ko'z tegmasin. Taqib olgan broshkalari xuddi o'zlariga o'xshaydi. Bugungi klientimning sochlarini uhodlar, vitamin komplekslar qildik, nanoplastika qildik. Sirazu uhodlarini qilib berdik. O'zlariga o'xshagan sochlari go'zal ekan, go'zal. Posli holati o'zlariga ham rosa ham yoqdilar. Qizlarini sochini ko'rib, oylari ham sochlarini qildirib oldilar. Faqat videoga olmadik ularning sochlarini. Posli holati sizlarga yoqqan bo'lsa, bemalol qizlaringni olib kelib, sochlarini chiroyli qilib ketishlaring mumkin. Uhodlari, vitamin komplekslari bilan qilinadi. Bolaga umuman ziyoni yo'q. Ухоженный chiroyli soch bo'ladi. Tarashga qiynaladigan onalar buni juda ham yaxshi tushunadi. Sochlari tekis turadi, yuvib quritib ketaveradilar. Hech qanaqa effektlarsiz oddiy videolarimni qo'yaman, qizlar. Sochlari o'zlariga ham rosa ham yoqdi. Xayrlashishni unutmadilar. Rayona xayr. Go'zalim.